Bu yeringiz to'rt sotuv bo'lgani uchun tez ketib qoladi. Realniy narxini qo'yish kerak. Nech puldan qilib berasiz sotigini, aka? Realniy qo'yamiz. 25 mingdan qilib beramiz. Hop. Sunnatiga Xudo xohlasa sodasi bor. Sodasi Bizlar bor. nomimizdan chiqsa, sunnatiga o'tib berasiz. To'rt sotuv yer Kirov Olmazor ko'cha Qizg'aldon mahalladan sotuvga qo'yildi. O'zi ko'pchilik qidirib yuradi. 3, 4 bunaqalar kamdan kam chiqadi. Asnonoy 8, 7, 6 bo'lgani uchun bitta ko'ringlar. Tekis to'rt burchak kadastrlarni qilib qo'yganlar, razdellarni ham qilganlar, egaliklarni ham olganlar. Notariusga tayyor holatda turibdi. O'zingiz uchun bitta ko'rib, tekshirib turib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, orqalarini ko'rib olsanglar tekis to'rt burchak. Orqa fasadi 1380, uzunasi 29 bo'lyapti, vremenkalari ham bor. Xullas, oldi tarafi ham xuddi shunaqa 1380 bo'lyapti. Bu joylarda bilasizlar, kommunikatsiyalar muammo yo'q. Shunda to'g'ri Kirov Olmazor ko'chadan tushib kelasizlar, o'ng qo'lga qayilganingizda mana shu yerimizni aniq lokatsiya har doimgidek Telegram kanalida bo'ladi. Har bir sotiga 25 ming dollardan so'rashyapti. Endi ikkiga bo'lib quraman desa, sal fasadi kamlik qiladi 1380. Balki ikkita proyekt tushirsangiz ham bo'lar. Endi kelinglar, quruvchilar, o'zingizlarning proyekt dizayn asosida bitta ko'ringlar. Qiziqqanlarga egalarning nomeri pastda bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalida.